Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Bugungi mavzuyimiz innovatsion yondashuvlar asosida ekologik kompetentlikni takomillashtirish deb nomlanadi. Innovatsion ta'lim texnologiyasi bu nima? Innovatsion ta'lim texnologiyasi bu o'quv jarayonining samaradorligini oshirish va ta'lim faoliyati uchun eng yaxshi shart-sharoitlarni yaratish uchun mavjud usullar va vositalarni yangi yoki sifat jihatidan yaxshilashni o'z ichiga olgan o'quv va ta'lim faoliyatini tashkil etish metodologiyasidir. Albatta, innovatsiya tushunchasining sinonimlari mavjud bo'lib, bu nima degani? Bu innovatsiya, yangilik, mana xabarlaringiz bor, kashfiyot so'zlarini ham demak ishlatish mumkin bo'ladi sinonim sifatida. Bu so'zlar ma'no jihatidan bir-biridan farq qilsa-da, lekin hammasi ijodiy faoliyat, kreativlik bilan bog'liq hodisalar hisoblanadi. Shu bilan birga olimlar fikriga ko'ra, kreativlikda yangi g'oyalarni olg'a surish tushunilsa, innovatsiyaning farqi bu farqli tarafi uni amalga oshirishdan iborat. Innovatsion texnologiyalarning pedagogikadagi asosiy yo'nalishlari va obyektlari bo'lib, bir qancha demak jarayonlarni ko'rsatishimiz mumkin. Ya'ni bu ta'lim va ta'lim muassasalarining rivojlanish strategiyasi va konsepsiyasini ishlab chiqish, ta'lim mazmunini yangilash, ta'lim va tarbiyaning yangi texnologiyalarini ishlab chiqish va o'zgartirish, ta'lim maskanlari va ta'lim tizimini boshqarishni mukammallashtirish, shu bilan birgalikda ta'lim jarayonining yangi modellarini proyektlash, ta'lim oluvchilarning psixologik va ekologik muhofazasini ta'minlash va ta'limning sog'liqni saqlovchi texnologiyalarini ham ishlab chiqish, ta'lim va tarbiyaning samaradorligini ta'minlash, ta'lim jarayoni va ta'lim oluvchilar bilimini monitoring qilib borish, yangi avlod darslik va albatta o'quv qo'llanmalarini ishlab chiqarish, aytaylik, quyidagi yo'nalishlar bo'lib hisoblanadi. Ta'lim o'quv jarayonida innovatsion va ta'lim texnologiyalarini qo'llash o'z oldiga bir qancha vazifalarni qo'yadi. Bu vazifalardan ta'lim muassasalari o'quv jarayonida innovatsion ta'lim texnologiyalarini joriy etish zaruratini o'rganish, shu bilan birga zamonaviy ta'lim texnologiyalari bo'yicha ilg'or xorijiy tajribalarni o'rganish va maqbul texnologiyalarni tanlash, innovatsion ta'lim texnologiyalarini o'quv jarayoniga tatbiq etishning zaruriy sifatlarini belgilash va innovatsion ta'lim texnologiyalari turlari va shakllarini ta'lim jarayoniga fan xususiyatidan kelib chiqqan holda va qo'llash hamda aytaylik foydalanish holatlarini tahlil qilish kiradi. Endi ta'limda innovatsion texnologiyalar turli sabablarga ko'ra ba'zan sekinlashib ham turadi. Bu juda ham qiziq misol, buni ko'rib chiqishimiz kerak. Aytaylik, buni birinchi aytaylik ijodiy to'siq, ya'ni o'sha ta'limning innovatsion texnologiyalarini sekinlashtiradigan to'siqlardan biri. Bu ijodiy to'siq nima? Bu eski dasturlar bo'yicha ishlashga odatlangan o'qituvchilar bo'lib, bormi, mavjud hozir ham. Bu hech narsani o'zgartirishni xohlamaydi bu o'qituvchilar. Ular o'rganishni yoki rivojlanishni ham istashmaydi. Ular ta'lim tizimidagi barcha yangiliklarga, demak, qarshi o'qituvchilar deb ham qarashimiz mumkin. Barmoq bilan sanarli darajada bo'lsa ham, mana shunaqa to'siqlar ham bizda mavjud. Muvofiqlik bu nima? Moslashuvchanlik, rivojlanishni xohlamaslik, aytaylik, boshqalarning nazarida aytaylik o'sha o'zidan qo'rqish yoki kulgili tuyulishi tufayli o'qituvchilarning aytaylik g'ayrioddiy pedagogik qarorlar qabul qilishdan bosh tortishlari ham mavjud. Bu muvofiqlik demak tushunchasi bilan ta'riflanadi. Shaxsiy tashvish. Endi albatta o'ziga ishonmaslik, bunaqa holatlar ham uchraydi o'qituvchilarda. Qobiliyat, kuch, o'ziga past baho berish, o'z hukmlarini ochiq aytishdan qo'rqish va mana shu tufayli ko'plab o'qituvchilar ta'lim muassasalaridagi har qanday o'zgarishlarga oxirgi imkoniyatigacha qarshilik ko'rsatadigan holatlar bo'ladi. Bu shaxsiy tashvish termini bilan, atamasi bilan tushuntiriladi. Va aytaylik, fikrlashning qattiqligi. Mana shunaqa bir tushuncha borki, bunda eski maktab o'qituvchilari o'z fikrlarini yagona, yakuniy qayta ko'rib chiqilmaganligidan deb hisoblaydilar va ular yangi bilim ko'nikmalariga ega bo'lishga intilmaydilar va zamonaviy ta'lim muassasalarida yangi tendensiyalarga salbiy munosabatda bo'lishadi.
mana shu to'rtta aytaylik nimani jarayon, shu demak to'siq deb biz nima qilishimiz, qarashimiz mumkin bo'ladi yoki o'sha o'qituvchilarda uchraydigan salbiy holatlar deb aytishimiz ham mumkin. Endi innovatsion jarayonning asosiy bosqichlari bu albatta o'sha yangi g'oya paydo bo'lishi yoki yangi konsepsiyani yuzaga kelishi, uni aytaylik shartli ravishda fundamental va amaliy tekshirishlar yoki birdan paydo bo'ladigan natijalardan kelib chiqib yangilik bosqichi deb atash mumkin bo'ladi. Bu birinchi bosqich bo'ladi. Ikkinchi bosqichda kashf etish vaqti, ya'ni amalga oshgan obyekt moddiy yoki ma'naviy aytaylik mahsulot namunasi ko'rinishidagi yangilikni yaratish. Bu ikkinchi bosqich. Uchinchi bosqichda yaratilgan yangilikka amaliy ko'payish demak topilib, uni qo'shimcha ishlab mukammallashtirish amalga oshiriladi. Bu aytaylik bosqich yangilik kiritishdan mustahkam samaradorlikka erishish bilan yakunlanadigan bosqich hisoblanadi. Bundan keyingi bosqichda yangilikning aytaylik tarqatilishi, uning yangi sohalarga diffuziyalanishi, qo'shilib ketishi, keyin aytaylik tatbiq etilishidan iborat bo'lgan bosqich bo'ladi. Va 5-bosqichda bu yangilikning biror sohaga hukmron bo'lishi. Bunda aytaylik xususan yangilik o'z yangiligini yo'qotib, yangilik sifatida mavjud bo'lmay qoladi. Bu aytaylik bu bosqich yangi samarali yangilik paydo bo'lishi yoki uning yanada samarasi bilan almashishi bilan yakunlanadigan bosqich hisoblanadi. Va 6-bosqich bu yangilikning qo'llanilish doirasida qisqarib, yangi mahsulotlar bilan almashinish davri sifatida biz tushuntirishimiz mumkin. Endi innovatsion pedagogik faoliyatni shakllantirish albatta bunda yangi texnik vositalar, usullar va modullar asosida mamlakatimiz va xorijiy mamlakatlarni tabiiy, ijtimoiy, iqtisodiy tarkibining rivojlanishi, taraqqiyoti va istiqbolini chuqur o'rganadi. Innovatsion texnologiyalardan umumiy va to'g'ri tanlash orqali quyidagi demak natijalarga erishishimiz mumkin bo'ladi. Mana birinchi navbatda bu ta'lim oluvchilarini dars mavzusiga qiziqtirish. Bilimlarni o'zlashtirishga erishayotganlar aytaylik o'sha tafakkurni rivojlantirish, ya'ni ta'lim oluvchilarning fikrlashga o'rgatish. Ta'lim oluvchilarni aytaylik mana sizlarga o'xshagan tinglovchilarni aytaylik o'sha fikrlashga o'rgatish. Ta'lim oluvchilarni faollashtirish. Buning uchun dars jarayonida qo'llaniladigan usullarni to'g'ri tanlash va savollarni aniq tuzish katta samara beradi. Va qo'shimcha qilib aytish mumkin, ta'lim oluvchilarni o'zaro muloqot qilishga o'rgatish. Faqatgina o'tirib tinglash emas, balki bevosita muloqot, ya'ni savol berib, o'sha savollariga javob olish kabi demak muloqot jarayonlariga ham o'rgatib borish kerak. Ta'lim jarayonida hamma ta'lim oluvchilarning faol ishtirokini ta'minlash uchun demak sharoit yaratish. Faqat aytaylik bitta yoki ikkita yoki uchta tinglovchi faol emas, qolganlar passiv bo'lib o'tirishmas, barchani aytaylik o'sha faollikka chaqirish juda ham muhim bo'ladi. Va ta'lim oluvchilar guruhida mo'tadil psixologik iqlim yaratish bu juda ham muhim aytaylik natija bo'ladi. Endi ta'lim jarayonida innovatsion ta'lim texnologiyalarini ijobiy jihatlari bilan ajralib turadigan vositalar borki, bu ta'lim mazmunini mukammal o'zlashtirishga olib keladi. Aytaylik teskari aloqalarning ta'minlanishini ta'minlaydi. Bilimlarni amaliyotga qo'llash uchun sharoitlarni yaratish, turli xil faol ta'lim metodlarining qo'llanilishi, motivatsiyaning yuqori darajada bo'lishi va hokazolar, albatta o'sha muammolarni mustaqil yechish ko'nikmalarini shakllantirish ham bu aytaylik ta'lim texnologiyalarining aytaylik ijobiy jihatlarini ajratib beradigan ko'nikmalar hisoblanadi. Dars shaklining innovatsiyasini demak quyidagi shaklda ko'rishimiz mumkin bo'ladi, chunki bu juda ham muhim bo'lib, standart dars, standart, nostandart va aytaylik virtual darslarni biz ko'rib chiqishimiz mumkin. Standart darsda bu dars ichidagi struktura o'zgarmagan holatda olib boriladi. Nostandartda bu dars ichidagi struktura o'zgaradi. Yana bir yangilik bilan, yangi aytaylik metodologiya bilan aytaylik yoki metod bilan o'tkazish tushuniladi. Virtual dars bu aytaylik ya'ni masofadan turib o'qitish jarayoni tushuniladi. Endi albatta innovatsion ta'lim texnologiyalari maqsadlarga erishishga yordam beruvchi demak bir qancha punktlarni biz aytib o'tishimiz mumkin. Bu ta'lim jarayonini insonparvarlashtirish, demokratlashtirish, ta'lim oluvchilarning aytaylik kognitiv faolligini oshirish, ta'lim va ta'lim
tarbiya jarayonlari ishlarini tashkil etish samaradorligini oshirib borish, o'quv materialining metodika va didaktika nuqtai nazaridan o'zgartirishlari tushuniladi. Endi kompetensiya so'zi bor. Bu kompetensiya to'g'risida ham gapirishimiz kerak. Bu ta'lim oluvchilarning aytaylik tahsil davomida fanlardan o'zlashtirgan nazariy va ilmiy bilimlarini o'quv jarayonida mavzu mazmunidan kelib chiqqan holda vujudga keltirgan o'quv aytaylik muammolarni hal etishda ijodiy foydalana olish qobiliyatini shakllanganligi hisoblanadi. O'zbek tilining izohli lug'atida kompetensiyaga muayyan aytaylik organ yoki mansabdor shaxsning rasmiy hujjatlarga belgilangan vakolatlari doirasi nuqta va shaxsning biror bir sohadan xabardorligi, shu sohani bilish darajasi deb ta'rif berilgan. Bu albatta taqdimotimizda o'rin olgan va o'sha ma'ruzamiz matnida ham turibdi. Muslimovning fikriga ko'ra, inglizcha bu kompetensiya tushunchasining lug'aviy ma'nosi qobiliyat. Ammo u bilim, ko'nikma va mahoratni ham aks ettiradi deb yozilgan. Endi kompetentlik nima? Kompetentlik bu o'quvchilarning yoki tinglovchilarning mavjud shaxsiy xususiyatlari va berilgan faoliyat doirasidagi kichik tajribasi deb qarashimiz mumkin. Kompetentlik bu o'quvchi tomonidan alohida bilim va ko'nikmalarni egallash emas, balki ularni umumlashgan holatda kompleks egallashdir. Kompetentlik bu shaxsning barcha ijodiy, g'oyaviy, maqsadli, hissiy asosli aksiyologik xususiyatlarining yig'indisi hisoblanadi. Innovatsion kompetentlik nima degan savol tug'iladi. Innovatsion kompetentlik bu ta'limning ochiqligiga, teng imkoniyatlarda bilimlarni rivojlantirish, malakalar va qobiliyatlarni shakllantirishga urg'u berib, har bir ta'lim oluvchining talab etilgan va sifatli ta'lim olishga huquqini amalga oshirish uchun shart-sharoitlarni yaratuvchi sifatida ifodalashimiz mumkin. Mana Muslimov, Usmonboyeva, Sayfurov, To'rayevlarning demak bergan ma'lumotiga ko'ra, innovatsion kompetentlik bu pedagogik jarayonni takomillashtirish, ta'lim sifatini yaxshilash, tarbiya jarayonining samaradorligini oshirishga doir yangi g'oyalarni ilgari surish, ularni amaliyotga muvaffaqiyatli tatbiq etish tushuniladi. Endi albatta ekologik kompetentlikni rivojlantirish muhim hisoblanadi. Buni rivojlantirishdan keyin maqsad mavjud bo'lib, bu maqsad o'qituvchilarning ekologik ongi va dunyoqarashini rivojlantirish uchun ekologiyaning ilmiy, nazariy asoslarini ta'lim yo'nalishiga mos ravishda ularga bilim, ko'nikma va malakalarni rivojlantirish asosida atrof muhitga mas'uliyatli munosabatda bo'lishlikni ta'minlashdir. Ta'lim oluvchilarning innovatsion ekologik kompetentligini rivojlantirishda muhim demak omillar mavjud bo'lib, bularni aytaylik sanab o'tishimiz mumkin. Birinchi bu sog'liqni muhofazalash. Bu omil sog'lom turmush tarzi va ekologik xavfsiz muhit orqali rivojlanadi. Ikkinchisi aytaylik maqsadli, qadrlilik, ahamiyatlilik demak prinsiplar asosida bo'ladi. Aytaylik integratsiyalash, uchinchisi zamonaviy inson rivojining demak yaxlit dunyoqarashini aks etuvchi ekologik yondashuv sifatida ham rivojlanadi. Keyingisi bu tabiiy muhitni muhofaza qilish va asrash doirasida fuqarolik huquq va majburiyatlari orqali ham rivojlanadi va barkamollashuv, o'zini o'zi rivojlantirish, refleksiya orqali ham amalga oshirilishi mumkin. Ijtimoiy ta'sirlar, ekologik muammolarning yechimida ijtimoiy hamkorlik, sherikchilik, ekologik kompetentlikning omillarini yuzaga kelishiga ham sabab bo'ladi. Va aytaylik oxirgisi bu faoliyat, ya'ni ekologik muammolarni aniqlash, ekologik ishlanma va loyihalarni tuzish, modellashtirish va bashoratlash, yangi informatsion texnologiyalarni qo'llash ta'lim oluvchining innovatsion ekologik kompetentligini rivojlantirishga sabab bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat.